Do'stlar, va nihoyat biz Mavriki davlatida joylashgan Lemon tog'i cho'qqisiga chiqdik. Juda ham go'zal manzaraga guvoh bo'lishingiz mumkin cho'qqidan ko'rib turganingizdek, lekin shu bilan birga aynan shu tog' o'zini mudhish tarixi bilan mashhur hisoblanadi. Afrika davlatlaridan qullikdan qochish maqsadida bir guruh odamlar aynan Mavriki davlatiga suzib kelishadi. Hamda aynan Lemon tog'i cho'qqisidan ular yevropaliklarni ularga qarab suzib kelayotganligiga guvoh bo'lishadi va yana qaytadan qullikka tushmaslik uchun, qullikdan qochish maqsadida o'zlarini Lemon tog'idan pastga uloqtirishadi va natijada halok bo'lishadi. Bu hikoyani yana ham mudhishroq, yana ham ayanchliroq qiladigan tarafi bo'lsa, aynan yevropaliklarni Mavriki yashovchilarni qullik tugaganligi va endi ular ozod inson ekanliklari haqida xabardor qilish uchun suzib kelayotganligi hisoblanadi. Mana shunaqangi mudhish tarixga ega Lemon tog'i.